Assalomu alaykum. Ko'ksaroy savdo majmuasini kuzatib boruvchi birodarlarimiz, qadrdonlarimiz. Biz yana Ko'ksaroy savdo majmuasida tavallar ancha yengilladi. Xudo xolisa 3-4 kunda ham qo'shimcha tavallar yana keladi. Biz bor narsalar bilan hozir bir qator sizlarni tanishtirib turaveramiz. Xo'p. 4x14 mini savoy deyiladi. Sasna. Qalinligi 4, eni 14. Xo'p, uzuni 6 metrlik. Xo'p, Kuba narxi $340 byudjetga beryapmiz. So'm hisobiga 135 mingdan 131 minggacha chiqadi. Xudo xolisa holati juda chiroyli. Xuddi mashina 11ligi bor, 4x11lik. Qalini 4, eni 11, mini savoy bo'ladi, 38 ga 11 chiqadi. Bular 105 mingdan 100 minggacha chiqadi. Xo'p, bu yerda bruslarimiz bor, 95 ga 95, 10 ga 10 deyiladi. Xudo xolisa holatlari chiroyli narsa, yaxshi. Xo'p, bularda narxi 240 ming so'mdan qilib beryapmiz so'mga. Mana yerda 5 ga 20 lessoyimiz bor, ancha yengillab qoldi. Xo'p, bularda 275 ming so'mdan qilib beryapmiz. Uzuni 6 metrlik. To'liq razmer 5 ga 20. Keyin mana yerda 4 ga 11 strapilalarimiz bor. 4 ga 11 67 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qalinligi 4, eni 11lik. Uzuni 4 metrlik. 100% sasna. Xudo xolisa holatlari chiroyli narsa. Keyin mana yerda 32 ga 11lik taxtalarimiz bor. Qalini 32, eni 11lik. Uzuni 4 metrlik. Holat xudo xolisa chiroyli narsa, yaxshi. Xo'p, bularda 58 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana yerda yana lestoyimiz bor. 4,5 ga 15lik. Mana qalini 4,5, eni 15lik, uzuni 4 metrlik lestoy. Buni ko'proq ustunsiz joylarga qo'yishadi. To'songa ham ishlatsa bo'laveradi. Bularda 125 mingdan 120 minggacha qilib beryapmiz, xudo xolisa. Mana yerda 32 ga 9lik taxtamiz bor. Buni lagiga ham, rekaga ham ishlatsa bo'laveradi. Narxlari 50 ming so'm bo'lyapti, chiqyapti. Xudo xolisa holatlari zo'r. Aytaman, taxtamiz ko'pida ancha yengillab qoldi. Qalin 3,5 mini savoy, eni 14lik, uzuni 6 metrlik. Sasna strapilaga ishlatishadi. 115 ming so'm beryapmiz, xudo xolisa. Keyin 3 metrlik pol taxta so'ragan akalarimizga qalinroq bo'lsin degan xaridorlarimiz bo'ladi, bir xillar. Xo'p, 3 metrlik qalini 28lik, eni 12,5 bor, 14 bor. Mana holat o'ta go'zal, xudo xolisa chiroyli narsa. Sasna 100%. Ulardan ham bor. Xudo xolisa kim so'rasa aytib beraman. 3 metrlik strapilaga, to'singa, hunarmand akalarimizga xudo xolisa zarurat bo'lsa aytishaveradi. 90 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, 45 ga 17lik taxtalarimiz. To'singa ham ishlatsa bo'laveradi, sharoit ko'targan odam strapilaga ham ishlataveradi. Hunarmand akalarimiz ham korobkaga ishlatishaveradi. 120 ming so'm chiqyapti oxirgi narxlar. Mana yerda xo'p 31 ga 14lik taxtalarimiz bor. 75 ming so'm qilib beryapmiz. 100% sasna. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yengilroq qilib beramiz. Keyin mana yerda 3 metrlik taxtalarimiz bor. Qalini 37lik, 38lik, 4 gacha ko'rsatadi. Eni 17lik. Bularda 70 ming so'mdan qilib beryapmiz. Eksport so'ragan taxtalar akalarimizga, hunarmand akalarimizga nolovka taxta, qalini 2lik, eni 9lik. Xudo xolasa bularda 40 ming so'm baho aytib 39 minggacha tushib beryapmiz. Rekalarimiz 21 ga 45lik, 2 qatorli bo'ladi. Xo'p, bularda xo'p 4 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu rekalarimiz 35 ga 45lik, uzuni 4 metrlik. Bularda hop 7 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana yerda cho'rni rekalarimiz bor. Hop 2,5 ga 4,5 zakat so'raganlarga buni narxi 5 ming so'm ichiga javob beriladi. Bruslarimiz bor. 85 ga 17. Bu deganim qalini 85, eni 17lik, uzuni 4 metr, 100% sasna. Bular narxlari 250 ming so'm chiqyapti. Hop 9 ga 11lik taxtalarimiz bor.
stokaga ham nimaga o'zlari ma'qul kelgan joy ishlatishaveradi. Bularning narxi 175 ming qilib beryapmiz. Mayda poltaxtalarimiz bor, shpontanska. Hop. Qalini 2 li, endi 13,5 dan chiqqan. Spontan keyin 27 qoladi. 12,7 qoladi. Bular narxlari 50 ming so'm 49 minggacha tushib beryapmiz. Holat xudo xolasa o'ta chiroyli. Syomkada bir ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana holat. Bu tavakkal olinayotgan narsa bu. Xudo xolasa ichi chiroyli chiqadi. Xo'p, paytda 12 lik taxtamizdan chiqadi. Pol taxtalarimiz bor. Mana holati. Hop. Bular narxi 44 ming so'mdan qilib beryapmiz. Paytda 10 lik taxtamizdan chiqqan taxtalarimiz bor. Mana. Xudo xolasa holatlar o'ta go'zal, yaxshi, chiroyli. Mana ochilgan pachkani ko'rsatyapman. Ko'rishaveradi bemalol. Bular narxlari 36 ming so'm qilib beryapmiz. Keyin nari tarafga o'tsak, nari tarafda hop, shponsiz poltaxtalarimiz ham bor. Shponsiz poltaxtalarimizdan maytda 2 ga 9 lik poltaxtamiz bor. Buni rekaga ham, tomga abrashotkaga ham ishlatsa bo'laveradi. 33 mingdan qilib beryapmiz. Qalini 2, eni 9 lik, uzuni 4 metrli, 100% sasna 33 ming so'm. Mana yerda 12 lik taxtalarimiz bor. Qalini 2, eni 12, qalini 12 ga 4 metrli poltaxtalarimiz bor. Hop, bularning narxlari ham 35 ming, 34 ming so'm chiqadi, xudo xolasa. Inshaalloh, uzuni 4 metrli, qalini 10 lik taxtalarimiz bor. Uzuni 4 metrli. Bular ham mana shu 35 ming, 34 ming chiqsa kerak, xudo xolasa. Keyin mana yerda hop, qalini 2 lik, eni 16,5 lik poltaxta bor, keyin 13,5 lik poltaxta bor. Ikki xil narsa bor, albatta. Shu shilka narsa. Mana bu hop 57 ming so'm chiqadi. Bunisi 47 ming so'm chiqadi. 100% sasna hammasi, xudo xolasa. Endi tashqarida bizni yangilik qilib gipsakardon ham tushirganmiz. Endi gipsakardon so'raydigan mijozlarimizga gipsakardonlarimiz ham bor, xudo xolasa. Keyin 3-4 kunda 100 ming ham tushiramiz. Gipsakardonda hali forus degani bilan ishlayapmiz hozir. Oq sten, oq pol nimaniki bor, pataloidiki bor. Va bularda 36 ming so'm qilib berdik. Nariga oqi bor, stennoviy deyiladi. Mana devoldagi. Xo'p, buni 38 ming so'm qilib beryapmiz. Xudo xolasa holatlari yaxshi, a'lo darajada. Buni ko'klari ham bor. Ko'k pataloidiki bor. Keyin ko'k devoldiki bor. Mana uning narxini 54 ming so'm, 52 ming so'm qilib berdik. Adashmasam 54 ming yo 52 ming chiqadi. Mana uning narxi ham o'sha 50 ming so'mga chiqadi. Bu devoldiki, qalinidan, 1-2 likdan. Xudo xolasa yana 3-4 kunda yana qo'shimcha yuklarimiz keladi. Yangiliklar bo'ladi, xudo xolasa. Yana YouTube'ga chiqaramiz, Instagramga chiqaramiz, biz kuzatib boruvchilarga hammalarga chiqaramiz. E'tiborlar uchun rahmat.